Barchaga assalomu alaykum. Bizani yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, videomiz yoqsa bittadan like bosib ketinglar. Kommentariyada so'ragan ekanlar, bruschatkalaringizni, fasonlarini ko'rsatib o'ting deb. Endi Buxoro shahriga borish shart emas, jondorni o'zidan kelib, bruschatklarni xohlagan turingizdagini xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Usta xizmatlari bizda mavjud. Bemalol ko'ringlar. 12,25 razmerdagi bruschatkamiz bor. Undan pastda 15 ga 30 razmerdagi bruschatka. Xonadoningizga mos qilib ko'ramiz, obyomni kattami kichikmi shunga mos qilib brushatkalarni tanlashda o'zimiz yordam beramiz. 12,25 seri varianti, 15 ga 30 ni qaymoq rangdagisi, 15 ga 30 ni yana bir ko'rinishdagisi, 20 ga 20 razmerdagi bruschatkamiz, 20 ga 20 ni kurugli varianti, 30 ga 30 razmerdagi bruschatka. Birortasi bir-biriga o'xshashmas. Hammasi bejirim ko'rinishga ega brushatkalar. Turishini qarang. 20 ga 20, 20 ga 30, 20 ga 20, 12 ga 25, 25 ga 25. Tepadagi ham 25 ga 25, ikkalasining guli boshqa-boshqa. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi deb o'ylayman videoni. Hozir ikkinchi etajda ham bor variantlarimiz. Dizaynlarga o'zingiz baho berib ketasiz. O'z vaqtingiz bo'lmasa kelishga telefon qilib aytsangiz, usta akalarimiz xonadonlaringizga boradi, razmerlarini ko'rib, uylarni o'lchab, uyingizga mos ravishdagi brushatkalardan maslahatlarni berishadi. Buxoro bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz akalar. Turishini qarang brushatkalarni. Bemalol kelasizlar, kelaverasizlar. Manzilimiz Jondor yangi dehqon bozoridan 100 metr uzoqlikda joylashgan.